Quyonning ularga javobi. Do'stlar dedi, bering muhlat biroz. Makrimiz bo'lsin baloga e'tiroz. Makretay, ketmang o'lib bekorga siz. Qolsin avlodlarga to merosimiz. Ummatiga har nabiy lahza sayin o'rgatar shunday xaloslik yo'llarin. Gar falakda ko'rdilar yo'l o'sha chog', har nigohda to'ldilar misli qaroq. Bir qaroq deb ko'zga lek ilmasdilar, ul qaroq chin kengligin bilmasdilar.